Narkoz hayot uchun xavflimi? Narkoz olganda bemorga allergik reaksiya berib, u insonni o'ldirishi mumkinmi? Narkoz allergiya berishini oldindan bilish mumkinmi? Bugungi kunda shunday holatlar uchrab turibdiki, bemorlar operatsiyadan oldin, narkoz olayotganda yoki operatsiya davomida o'lim holatlari sodir bo'lganda turli xil sabablar, bulardan bittasi, ya'ni narkoz tufayli o'libdi, narkozda allergiya beribdi, narkozni ko'tara olmabdi degan tushunchalar paydo bo'lyapti. Haqiqatdan ham narkoz inson hayoti uchun xavflimi? Narkoz kimlarga mumkin? Yoki narkozni qo'rqmasdan olsa bo'ladimi? Qanday holatlarda narkoz olmaslik kerak? Qanday holatlarda esa qo'rqmasdan narkoz olish mumkin? Shular haqida suhbatlashamiz. Juda ham ko'pchilik bilsa ham baribir ozgina tushuncha beraman. Narkoz o'zi bu insonlarni og'riqsizlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Narkozlar bo'ladi mahalliy og'riqsizlantirish, ya'ni kichik amaliyotlarda mahalliy ma'lum bir sohani o'zi og'riqsizlantiradi. Yoki bo'ladi kattaroq sohalar, masalan epidural anesteziya orqali oyoqlar og'riqsizlantirishi mumkin yoki o'sha yelkalar orqali qo'llar og'riqsizlantirilishi mumkin kichik operatsiyalar qilinayotganda yoki oyoqda qilinayotgan operatsiyalarda. Va umumiy narkoz berish usullari bor, ya'ni insonni butunlay hushsiz qilib, butunlay og'riq sezmaydigan holatga tushirish. Albatta bunday amaliyotlar odatda murakkab operatsiyalarda, katta jarrohlik amaliyotlarida o'tkaziladi va bemorga uni hushsizlantiruvchi, uni uxlatuvchi va og'riq sezishini kamaytiruvchi turli xildagi narkotik va non-narkotik vositalar qo'llaniladi. Ular ingalyatsion usullarda yoki tomirlar bilan yuborib qilinadi. Lekin afsuski ayrim holatlarda narkoz berilganda bemorlarda bunday o'sha narkozni ko'tara olmaslik, organizmiga yomon ta'sir ko'rsatishi, ayrim holatlarda allergik reaksiya berib, hattoki anafilaktik shok rivojlanib bemorning hayotiga xavf solishi va juda ham kam holatlarda o'limga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bunday holatlar juda ham kam uchraydi. Har 100 mingta, 200 mingta berilgan narkozdan bitta shunday holatlar sodir bo'lishi mumkin. Lekin shu 100 ming, 200 mingtadan bitta ham sodir bo'lishi bu o'sha insonning hayotiga qandaydir miqdorda xavf tug'diradi. Lekin bemorlar narkozdan qo'rqib operatsiya qildirishdan, ya'ni ularning hayoti uchun juda ham zarur holatlarda operatsiya qildirishdan qo'rqmasliklari kerak. Chunki bugungi kunda minglab, millionlab dunyo bo'yicha operatsiyalar qildiriladi va bu operatsiyalarda narkoz albatta qo'llaniladi va odatda bemorlar bunday operatsiyalarda, bunday narkozlarni yaxshi ko'taradi. Yuqorida aytganimdek, og'ir oqibatlar, og'ir asoratlar bilan o'lim kuzatilish xavfi juda ham past hisoblanadi. Shuni ham alohida aytish kerakki, bunday asoratlar kuzatilishini hech qaysi shifokor oldindan bila olmaydi. Chunki har bir organizm individual hisoblanadi. 100 mingta, 200 mingta odamga allergiya bermagan dori kimgadir allergiya berishi mumkin. Yoki 100 mingta, 200 mingta odamni tanasi ko'tara olgan dori vositasini kimnidir tanasi ko'tara olmasligi mumkin. Albatta shifokorlar buni oldini olish maqsadida bemorlarni operatsiyadan oldin operatsiyaga tayyorlashadi. Ularni yurak faoliyatini, nafas faoliyatini, qonlarini, buyrak va boshqa ichki a'zolarda shu narkozni ko'tara olmasligiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bor yoki yo'qligini albatta tekshiriladi va barcha bemorlar operatsiyadan oldin albatta narkoz berishdan oldin kardiolog ko'rigidan yurak qon tomir tizimi faoliyati tekshirtiriladi. Lekin shu tekshiruvlarni qilganda ham bemorlarda yuqoridagi holatlar ayrim holatlarda kuzatilishi mumkin. Endi ko'p holatlarda yana narkozlarni o'sha sinab ko'rmabdi, test qilib ko'rmabdi, boyagi proba qilib ko'rmabdi degan fikrlar, tushunchalar ham kuzatilib turadi. Lekin shuni inobatga olish kerakki, odatda bunday narkoz dori vositalarini proba, sinab, test qilib ko'rgandan keyin ham bu holatlar kuzatilishi mumkin. Chunki narkoz dori vositalari sinab ko'rib, ya'ni sinab ko'rib, bo'ldi yaxshi ekan deb xulosa qilib keyin qilinadigan dorilar guruhiga kirmaydi. Odatda bunday sinab, ya'ni sinama qilib keyin qo'llanadigan dori vositalari oqsil preparatlari, antibiotiklar kabi dori vositalari hisoblanadi. Endi narkozni va jarrohlik amaliyotini yengil, oson, xavfsiz o'tishi uchun odatda barcha shifokorlar qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilishadi va buni nazorat qilishadi. Har qanday operatsiya qilishga ruxsat bergan klinikalarda, u xoh davlat klinikasi, xoh xususiy klinikalar bo'lsin, ana o'shanday qoidalarga rioya qilish standartlari bor yoki yo'qligi Sog'liqni saqlash vazirligi va klinikalarni akkreditatsiyadan o'tkazish, litsenziyalash markazlari tomonidan avval tekshirilib, keyin klinikalarga bunday ruxsatnomalar beriladi. Endi narkozni xavfsiz o'tishi avvalo
shifokor bemorni narkoz berishdan oldin ko'rikdan o'tkazib, unda mavjud xavflar bor yoki yo'qligini, yurak qon tomir tizimida yetishmovchiliklar, narkozni ko'tara olmaslik holatlari bor yoki yo'qligini aniqlashi bilan va bunday holatlar aniqlangandan keyin, xavflar yo'q bo'lgandan keyin albatta narkoz davomida bemorni nazorat qilish bilan va bundan keyin operatsiya yaxshi o'tgandan keyin, narkoz yaxshi o'tgandan keyin, bemor uyg'ongandan keyin uni holatini nazorat qilish bilan bemorni xavfsizligi ta'minlanadi. Bunga juda ham ko'plab misollarni keltirish mumkin. Ko'p holatlarda bemorlarga turli xildagi operatsiyalar qilayotganda albatta kardiolog ko'rigini tavsiya qilishadi. Meni oldimga ham shunday bemorlar juda ham ko'p murojaat qilib kelishadi. Ya'ni operatsiya o'tkazmoqchiman, narkoz olishim kerak ekan, kardiologning ko'rigi va ruxsati kerak ekan deb kelishadi va biz ularni ko'rib, ko'rikdan o'tkazib operatsiyaga o'tkazsa bo'ladi yoki yo'q deb xulosa beramiz. Va juda ham ko'p bemorlar operatsiya o'tkazayotganda shunaqa holatlar kuzatiladiki, bemorlar hali operatsiya o'tkazishdan oldin ularga ma'lum bir, ya'ni ularda boshqa surunkali kasalliklari, og'ir kasalliklari yoki dekompensatsiya, boyagi kasallikni og'ir qo'zish holatdagi kasalliklari bo'lsa, surunkali kasalliklarni oldin ularni davolab, keyin operatsiya qilinishi tavsiya qilinadi va klinikalarga borib bularni kuzatsangiz, juda ham ko'p bemorlar to'g'ridan to'g'ri operatsiya qilinmaydi. Ya'ni ularning operatsiyalari ma'lum bir muddatga cho'ziladi. Oldin mana buni to'g'rilab keling, oldin mana bunaqa davolash muolajalarini olib keling deb o'sha operatsiya qiluvchi shifokorlar yoki anesteziologlar tavsiya qilinadi. Endi operatsiyadan oldin hech qanday xavflar, boshqalar aniqlanmagan taqdirdagina bemorni narkoz berishga va operatsiya qilishiga ruxsat beriladi. Agar siz yoki yaqinlaringizda sog'lig'ingizdagi muammo tufayli jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi rejalashtirilayotgan bo'lsa, narkozlardan xavfsirab, qo'rqib, xavotirga tushayotgan bo'lsangiz, bundan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki sizning shifokoringiz, sizning anesteziologingiz va sizning jarrohingiz sizni xavfsizligingiz uchun kerakli bo'lgan hamma choralarni oldindan ko'rishadi va oldindan ko'rishgan, sizni sog'lig'ingizni yaxshilab nazorat qilib, ularni tekshiruvdan o'tkazib, sizda narkoz va operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar bo'lsa, sizni hech qachon jarrohlik stoliga yotqizishmaydi. Lekin shuni hech qachon unutmangki, jarrohlik amaliyotlari faqatgina sog'liqda muammo bo'lgandagina qilinish kerak. Ya'ni chiroy uchun, ko'rinishni o'zgartirish uchun emas, sog'liqdagi mavjud muammolarni bartaraf qilish uchungina narkoz va jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi kerak.